李雨萌到，星辰到，别出声。豆包又是谁把自家宝宝带入教室了？ nima o'sha qimma? Qimma? Dunyoda sarson sarson qadrim ham arzon arzon xorligimni onamga aytmay yuribman devonaday o'z o'zingiz devonaday xorligimni onamga aytmay. Ha azizlar, sizlar ko'rib o'tgan mana shu 3 ta video meni Instagramga batamom mashhur qildi. Videoni kamerani bu tomonga burib olaman, чтобы sizlar katta ekranda yorqinroq ko'rishingiz uchun. Ishonasizlarmi, mana shu Instagramga qo'yganimdan keyin 20 kun mobaynida 20 mingta podpisчик va 3 mingta chet el fuqarolaridan ham podpiskalarim bor, chunki bu videoni ko'plab chet el fuqarolari ko'rgan, prosmotrlari ko'plari boshqa davlatniki. Qani endi mana shu prosmotr YouTube'imda ham bo'lib qolgan deydi. Mening hayotim ham tubdan Allohning izmi bilan o'zgarib ketib qolishi ham mumkin edi. Hozir mana shu 3 ta video va bu videoni egalarida ham bunaqa prosmotr balkim yo'q. Ularga kattakon rahmat deyman. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Hozir sizlarga o'zi asli men qo'shiqchiman, gitaristman. O'zim yaxshi ko'rgan qo'shiqlardan bir 4 tasini sizlarga aytib beraman. Iltimos, bitta like bosib qo'ying. Retro qo'shiqlardan. Azizam ko'p kechra hiloling bo'lib, kelsang gul, kelmasang madoring bo'lib, xayol ichra topgan xayoling bo'lib, bir yorug' oylardan seni tiladim. Azizam ko'p kechra hiloling bo'lib, kelsang gul, kelmasang madoring bo'lib, xayol ichra topgan xayoling bo'lib, bir yorug' oylardan seni tiladim. Sevgilim sog'ingan timsoling bo'lib, tushlaringda so'rgan savoling bo'lib, aldasang uvoling bo'lib, bir yorug' oylardan seni tiladim. Sevgilim sog'ingan timsoling bo'lib, tushlaringda so'rgan savoling bo'lib, aldasang uvoling bo'lib, bir yorug' oylardan seni tiladim. Bu qo'shiq juda ham yaxshi ko'raman. Oybek Ahmedovdan eshitib, shunchaki sevib qolganman qo'shiqda. Hop, ikkinchisi o'zimni to'ying kuni musofir edim degan qo'shig'im. Buni ham juda ko'p muxlislarga ega bo'ldi bu qo'shig'im ham. To'ying ko'rmoq armonim bo'ldi, taqdir demoq darmonim bo'ldi, unmadi gulim gullamay so'ldi. To'ying kuni musofir edim, zaxlar o'tib muzlagan tanam, armon bo'lding ey go'zal sanam. Alam qildi-da yomonam alam, to'ying kuni musofir edim. Oq libosing yarashgan biram, libos manzilin so'rashgan duram, o'zim tanlagandim endi xotiram. To'ying kuni musofir edim, oq libosing yarashgan biram, libos manzilin so'rashgan duram, o'zim tanlagandim endi xotiram. To'ying kuni musofir edim. Bu qo'shig'imni ham kommentariyada kutaman. Sizlar uchun jonli ijroda bo'ldi.
va keyingi qo'shiq qaysi bo'lishini siz kommentariyaga yozib qo'ying. Mana shu qo'shiqni ijro qilib bering deylar. Men ana shu qo'shiqni spesial sizlar uchun kuylab aytib keyingi videolarimga qo'yib qo'yaman. Hop, ungacha o'sha eng haligi o'zbek kinofilmlarini mashhur qilgan kino Tenor ostidagi duel filmidan Eng gullagan yoshlik chog'imda qo'shig'ini ham sizlar uchun ijro qilib beraman. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, kechagiday hamon esimda, har soniya har on esimda. Shundan beri dilimda oting, shundan beri dilimda yoding. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Agar layklar juda ham ko'payib ketsa va so'rasanglar, mana shuni imенно boshdan oxirigacha spesial video qilib sizlar uchun qo'yaman. Do'stlar, bugun sizlar bilan qaysidir ma'noda o'rtoqlashdim, gaplashdim. Buning uchun xursandman. Kommentariyada oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizni oxirigacha ko'rdik. Bu kommentariyani o'qib prosta xursand bo'laman. Videoyimni oxirigacha ko'rishibdi. Demakki, vaqt ajratishlariga loyiq bo'libman deb men xursand bo'laman va bu motivatsiya keyingi videolarimiz uchun ham. Xayrlashmaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha omon.